Qizlar, hammaga assalomu alaykum. Boya storiesda qoldirgandim. Bugun o'zbek tilida qisqa efir o'tkazaman deb. O'sha efirni 9 da qilaman deb, bugun 8:30 da boshladim. Sizlarga bitta mavzu haqida gapirmoqchiman. 2 kundan beri o'ylandim, gapirsammikin, yo'qmikin, to'g'ri tushunishadimi, yo'qmi deb. Keyin o'zimga aytdim, shu mavzu menga keldimi, shu mavzu menga jim yurishga bermayaptimi, значит chiqib gapirishim kerak, значит kimdir shuni eshitish kerak va kimgadir foydali bo'lish kerak degan niyat bilan efirni ochdim. Va o'ylaymanki, hozir ko'pchilik qiz meni to'g'ri tushunadi. Nimaga o'zbek tilida gapirmoqchiman bu temani? Chunki rus tilida juda ko'p efir olib borganman va rus tilida bu haqida juda ko'p gapirganman. Endi o'ylaymanki, что men bilan birgalikda kelayotgan o'zbek auditoriyam ham meni to'g'ri tushunadi degan niyatdaman. Agar bu yerda meni birinchi marotaba ko'rib turgan qizlar bo'lsa, birinchi marotaba o'zbek tilida efirimni ko'rayotgan bo'lsa, qayerlardadir meni tushunmasligingiz mumkin. O'shanda ham men sizga maslahatim, bu efirim tushunmasangiz ham boshqa oldin gapirgan efirlarimni kirib bitta eshitib ko'ring va nima deyotganim haqida keyin tushuna olasiz. Tak. Mana sekin-sekin hamma yig'ildi. Mana qizlar, ko'pchiligingiz meni mo'jizaviy seminarimga kelgansiz va boshidan nima insonlarga yetkazmoqchi bo'lganimni tushunib keldingiz. Va seminarimga kelmagan bo'lsangiz ham, bepul marafonimni o'tgan bo'lsangiz ham, o'sha 20 ta vazifani bajargan bo'lsangiz ham bilasiz meni qadriyatlarim, nima haqida gapiraman. O'zga insonlarga yomonlik tilamaslik, orqasidan gapirmaslik, hasad qilmaslik, kimdadir yaxshilik ko'rsangiz xursand bo'lish, insonlarga yaxshi gapirish, hech kimni ayblamasdan o'zingiz ustingizda ishlab, o'zingiz uchun so'rab rivojlanish haqida juda ko'p gapiraman. Efirlarim faqat shu borada temada olib borganman. Munosabatlar, yomon ko'rmaslik, yomonlik tilamaslik. Lekin bugun sizlar bilan umuman boshqa temaga so'z olib bormoqchiman. Bu pul temasi haqida gaplashmoqchiman. Oldin umuman o'zbek tilida bu temasida efir yuritmaganman, chunki bizni nima desam, bizni millatimizdami ili insonlarning atrofida bilasizmi, xuddi mana er-xotin munosabatlari ili erkak va ayol kishining orasidagi munosabatlari qanaqa yopiq, ochilmaydigan uyat tema bo'lsa, pul temasi ham o'zbek tilida uyat tema hisoblanadi. Agar inson ko'proq pul topib, yaxshi yashasa, ko'proq pul istasa, pul haqida gapirsa, o'zini rivojlanishi bilan faqat o'zi zavqlansa, o'zga insonlar uni o'lgan ekan pul deb, pul jinnisi, pulni quli, har xil gapirishadi. Так что bizda insonlar pul kerakligini ham aytishga uyaladi, pul xohlayotganini ham aytishga uyaladi. O'zini qancha bechara ko'rsatsa, o'zini qancha kamsitib ko'rsatsa, shuncha yaxshi. Shuni tan olish kerak. Inson o'zgarib, rivojlanib, o'ziga ko'p narsani ravo ko'ra boshlaganda atrofidagilar uni yerga tushirishga, orqaga qaytarishga urinadi, unga aybdorlik hissi taqashga urinadi. Что o'zgarib ketdingmi, voy pul seni o'zgartirib yubordimi? Lekin har bir inson o'zini ko'nglidagi hissiyotlari uchun javob beradi. Inson moliyaviy tarafdan o'zgargan bo'lishi mumkin, lekin ichida o'zgalarga nisbatan oq ko'ngil, справедливый nima edi? Rostgo'y, insonlarni yaxshi yomonga bo'lmaydigan, baho bermaydigan bo'lib, o'ziga javob berib yashab kelayotgan insonni xohlaysizmi, xohlamaysizmi, moddiy tarafdan hayot ko'tarishni boshlaydi. Chunki bu moddiy ko'tarilish insonning ichidagi o'zgarishdan dalolat.
hech qachon inson o'z ustidan ishlab, o'zgalardan diqqatini o'chirib, o'ziga qaratgandan keyin natija kuttirib qolmaydi. U natija keladi. Bu atrofdagidan keladimi, ishidan keladimi, boshqa narsadan keladimi, omad bo'lib, pul bo'lib albatta keladi. Bu narsa sinalgan. Nafaqat o'zimni praktikamdan kelib gapirmoqdaman, atrofimdagilarni, bu istoriya, bu buyuk insonlarni hayotini o'rgangan holda men sizga shu narsa bor deb aytibman va bugun shu pul temasida ochiq gapirmoqchiman. Men sizlarga bitta misol aytib beraman, siz o'shani o'zingizga to'g'rilab tushunib olasiz degan niyatdaman. Agar hozir kimdir men bilan rozi o'sha bu temaga qo'shilmayman, noto'g'ri gapiryapsiz desangiz chiqib ketishingiz mumkin. Ileji mana shu efirni o'chirib turingda, bundan oldingi efirlarimni eshiting, keyin bilasiz, что mani tsenностьlarim, qadriyatlarim baribir o'zgalarga nisbatan baho bermaslik, yomon ko'rmaslik. Manda qotib qoldi qizlar, bitta plyusik bosib yuborasizlarmi? Eshitilyaptimi yo'qmi? Tak, ishlab ketdi degan niyatdaman. Davom etamiz. Shu ko'p inson uchun uyat bo'lgan shu pul temasida gapirmoqchiman. Chunki bugungi kunda Instagramda o'z hayotini ko'rsatib kelayotgan insonlar juda ko'p va shu qatorda o'sha insonlarni hayotini kuzatib o'tirgan ayollarimiz ham juda ko'p. Va siz har kun ko'rasiz, kimdir juda yaxshi yashaydi, yaxshi yeydi, yaxshi kiyinadi, o'ziga ko'p narsani ravo ko'rib, o'ziga позволять qiladi o'sha yaxshi narsalarni va odamlarda har xil reaksiya bo'ladi. Va hozir men sizdan so'rayman, o'zingizga to'g'ri javob bering. Sizda qanaqa reaksiya bo'ladi? Kimnidir izobilniy nima bo'ladi o'zbek tilida? Kimnidir to'kinchilikmi? Hayotida hamma narsa ko'p, chiroyli, yaxshisi bo'lgan insonlarning hayotiga qarab siz nima deysiz? Ularning hayotiga qarab, "Vau, молодец, bunaqa hayot ham bor. Vau, молодец, bunaqa hayot ham bor ekan, shunaqa ham to'la to'kis yashash mumkin ekan. Mayli, omadini bersin, bundan ham ko'p bo'lsin" deysizmi? Yoki siz ularni ko'rib turib, nimaga endi mana shular to'la to'kis yashayapti? O'zi to'g'ri yo'l bilan topdim pulni. Balkim o'g'ridir, yolg'onchidir, aldoqchidir, moshennikdir. Kimnidir ko'nglini og'ritib ketganmikan, kimdandir tortib olganmikan deysizmi? Yoki siz aytishingiz mumkin, mana mashularda biz kamchilikda yashayapmiz. Shu insonlar bizni rizqimizni olib qo'ygan. Bularda ko'p bo'lgani uchun menda kam. Hamma narsa bulardan, faqat ideya shu insonlardan keladi, bularning qo'lidan keladi, hamma narsani o'ziga tortib olgan, e'tiborni ham, pulni ham nimagadir rosa qotib qolyapti. Agar eshitilayotgan bo'lsa, yana bir bor aytib o'tmoqchiman, o'sha insonlarni to'la to'kis hayotini ko'rib, har kimda har xil reaksiya bo'ladi. Kimdir ularga qarab, "Молодцы, omadini bersin, bundan keyin ham shunaqa chiroyli yashasin" deydi. Kimdir qaraydida, Xudo biladi, bu yashashi bilan baxtlimi, yo'qmi, bu pullari tozalik bilan kelganmi, yoki kimnidir ko'z yoshlari bilan kelganmi. Kimdir ularga qaraydida aytadi, "Mana mashular deb biz baxtsizmiz. Hamma narsani o'ziga tortib olgan" deb xulosa chiqaradi. Men bilmayman, hozir kim o'zini qaysi turga olib bordi. To есть siz o'zingizga to'g'ri, o'zingiz uchun to'g'ri javob bering. Ha, bo'lgan hayolimda shunaqa emotsiyalar bo'lgan, shunaqa hissiyotlar bo'lgan, kimnidir to'la to'kisligini ko'rib xafa bo'lganman deyishingiz mumkin. Lekin qizni tan olish kerak, pul bu uyat tema emas, bu erkin yashash uchun vosita. Bu hammaga kerak vosita, bu hammaga kerak. Kimdir "Yo'q, menga kerak emas" degani bilan ham o'sha insonda pul bo'lmay qolib, sveti to'lanmay qolib, uyda svetsiz bo'lib qolganda
o'sha inson baribir pul kerak ekan deydi. Так что tan olish kerak, bu faqat bizni kunda yashash uchun, ovqat yeyish uchun, uxlab qayerdadir turish uchun, qayergadir yetib borish uchun vosita. Insonlarning orasida oldi berdi отношениялар bo'lish uchun bu oddiy erkinlik vositasi deb gapirsak bo'ladi. Agar sizga o'sha erkinlik vositasi haqiqatan ham kerak bo'lsa, mana o'sha efirimni oxirigacha eshiting. Menga pul kerak emas, men pulsiz ham yashayman, pul haqida faqat uyatsiz insonlar gapiradi desangiz, chiqib ketsangiz bo'ladi mana efirdan. Endi mana sizga misolni aytmoqchiman, nimaga bu tema haqida efir ochdim. Yaqinda bitta videoga ko'zim tushib qoldi. Bitta qiz retseptlar bo'yicha Instagram stranichka yurgizadi. Har kun masalliqlardan ovqat, shirinliklar pishirib Instagramga joylaydi. Bitta videoni ko'rdim, shunaqa chiroyli pishiriq qilganlar, nima masalliqlarni ishlatganini ko'rsatganlar va tabiiyki o'sha inson o'zi uchun o'sha blogni olib boryapti. U blog u insonning ishi, u insonning yuzi. O'sha qiz o'zini videolarini kecha boshlamagan tushirishni, qachonlardir oddiy masalliqlardan boshlagandir. Keyin sekin-sekin o'ziga yangi planka qo'yib, yangi maqsadlar qo'yib, o'zini masalliqlarini yaxshiroq sifatini o'zgartirib, eng yaxshisidan pishirib insonlarga ko'rsatyapti. Insonlardan o'sha narsani ko'rsatayotgani uchun pul olayotgani yo'q. U inson o'zi uchun, o'zini daromadi uchun, o'zini o'zini yuzi bo'ladi, o'zini populyarnosti uchun, например, qilishi mumkin. Avvalambor o'zi uchun qiladi. Va insonlarda tanlov bor. O'sha retseptni ko'rdimi? Qanaqa masalliq ishlatmasin, har bir masalliqni albatta qimmatrog'i bor, arzonrog'i bor. Har kim o'zi tanlaydi. Kimdir sizga oshga faqat bunaqa yog' solasiz deyishi mumkin, lekin uyingizda shu yog' bo'lmasa, siz borasizda boshqacha yog' solasiz. Kimdir oshni zig'ir yog'ida pishiradi, kimdir oq yog'da, kimdir semichka, kimdir sari yog'da pishiradi. Понимаете, bu har kimni o'zini tanlovi. O'sha videoni ko'rdim, shunaqa chiroyli retsept chiqqan. Keyin o'yladim, shunaqa shirinlik qilganlar insonlar nima deb yozishar ekan, nima deb maqtovlar qilishar ekan. Mana shu inson shu videoni chiqarib, ko'ngli to'lib, maza qilib uxlasa kerak deb o'qishga kirdim. Oldin ham efirlarimda aytganman, shu katta blog yuritadigan nimalarni, har xil professiyalardagi insonlarni topib, tagidagi kommentariyni o'qiyman, insonlarning psixologiyasini yana o'rganish uchun, hozirgi kunda yana qanaqa problemalar borligini bilish uchun o'qiyman. Endi oldin aytgandim, kulgili videolarning tagida rosa so'kinishli, yomon tilaklarni qoldirishadi, insonlar o'zini talantini ko'rsatgani uchun. Endi bu yerda o'yladim, bunaqa videoning tagida inson ko'nglini ochib, retseptni o't ido ko'rsatyapti. Chiroyli qilib videoga olgan. Bu oson ish emas, video kamera qo'yib, uni tagida pishirish. O'xshamay qolsa o'sha video buzilib ketadi. Keyin u videoni montaj qilib, tepasidan gapirib, joylash. Bunga talant kerak, bunga vaqt kerak, xohish kerak. Shu yerda o'yladim, точно yomon kommentariy bo'lmaydi. Lekin ko'p emas edi, lekin baribir juda ko'p takrorlangan edi shunaqa so'zlar. Agar bunaqa masalliqlarim bo'lganida, men o'zim bilardim qanaqa yeyishni, o'zini alohida yerdim. Siz nima endi oddiyroq masalliqdan o'zingizni bosib olib ko'rsatsangiz bo'lmaydimi? Shunaqa masalliqdan qilish kerakmi? Men bunaqa masalliqdan qilsam, meni urishadi, uydan chiqarib yuborishadi. Endi men bunaqa masalliq ola olmasam, nima bunaqa pishiriq qilmaymanmi degan har xil savollar.
Bilasizmi, men shu savollarni ko'rdim o'sha insonlar uchun meni yuragim og'ridi va mana shu efirga chiqib gapirishni xohladim. Balkim u insonlar bu yerda o'tirayotgani yo'qdir, lekin siz shu vaziyatni o'zingizga o'lchab ko'ring. Nimaga bu haqida gapirdim? O'zingizga savol bering. O'zingiz bilan rostgo'y bo'ling. Sizga to'la to'kis hayot kerakmi? Sizga bu pul erkinlik vositasi osonlik bilan kelishini xohlaysizmi? Siz ham hayotingizni har taraflama go'zal qilib yashagingiz keladimi, yo'qmi? Shunga 100% to'g'ri javob bering. Hozir skromnichit qilib, uyalib, "Yo'q, menga pul kerak emas, men unaqa 10 ta barmog'imni og'zimga tiqib, qimmat masalliqlardan ovqat qilishim shart emas. Mana shu tarafda yaxshi yashasam bo'ldi. Bu tarafim oddiy produktda bo'lsa bo'ladi, lekin kiyinishim yaxshi bo'lsa, yoki mashinam yaxshi bo'lsin, uyim yaxshi bo'lsin, yomon narsa yeyman" deb aytasizmi o'zingizga? Yo'q, unaqa demaysiz. Va o'sha internetga kirib, bu masalliqlarni hech qachon ololmayman, bunaqa masallig'im bo'lsa o'zim bilardim degan insonlarda pul yo'q degani emas. Chunki o'sha yerga kirib o'tirish uchun insonni ko'nglida xotirjamlik bo'lishi kerak, insonda bo'sh vaqt bo'lishi kerak. O'sha videoni ko'rib, tagida kommentariy qoldirish uchun insonni hayotida hamma narsa joyida bo'lishi kerak. Agar o'sha insonni hayotida pul yo'q bo'lganida, telefoni bo'lmasidi, interneti bo'lmasidi, ko'nglida xotirjamlik bo'lmasidi, kunimni qanaqa ko'rsam, bolalarimga nima yedirsam, svetimni qanaqa pul to'lab yoqsam, 2 ta emas 3 ta ishda ishlagan bo'lardi. Ertalabdan kechgacha har xil ishlarni olib pul topish bilan band bo'lgan bo'lardi. Yo'q. Rost bo'lish kerak. Shu yerda kommentariy o'tirib yozgan ayollarni hayotida hamma narsa joyida, hamma narsa yaxshi. Kamida telefoni bor, interneti bor. Internet har oy bo'lgan insonda o'sha masalliqni olish uchun ham imkoniyat bo'ladi. Lekin siz hozir meni to'g'ri tushunmasdan aytishingiz mumkin. Sizga bu yerda o'tirib gapirish oson. Balkim siz bunaqa masalliqni olishingiz mumkin. Lekin bizda rost akasiga ham o'sha 10 minglik narsa turganda 25 minglik variantini olmaymiz deyishingiz mumkin. Lekin qizlar, siz meni bugungi ahvolimni, bugungi kunimni, bugungi storiesimni ko'rib vivod chiqarishingiz mumkin. Nima deydi vivodni? Xulosa chiqarishingiz mumkin, lekin menda ham bo'lgan yo'qchilik ham, kamchilik ham bo'lgan. O'sha payti men o'zim bilan suhbat olib borganman va savol berganman. Aslida qanaqa bo'lishini xohlaysan? Sen ham to'la to'kischilikda yashashni xohlaysanmi? Sen ham yaxshi joylarda kiyinib, yaxshi yashashni, eng yaxshi masalliqlar bilan pishiriqlar qilishni xohlaysanmi deb o'zimga savol berganman. Ha deganman. Keyin o'zimga savol berdim. Nega bo'lmasa o'sha to'la to'kis yashayotgan insonlardan xafasan? Nega ularni yomon ko'rasan? Nega ularga hasad qilasan? Nega nohaqlik bu ularda bor, menda yo'q deb yig'laysan? Nega bor narsanga shukr qilmaysan? Nega puling bo'lib turib o'zingga yaxshi narsani ravo ko'rmaysan? Har doim pul yo'q deb yig'lab o'tirasan deb o'zimga savol berganman. Mana shu yerda o'zimni problemamni topganman. Qarasam, o'zim anglamagan holda yaxshi yashaydigan insonlarni ko'rib, ularni yomonlashni, qoralashni boshlayotganman, o'zimni oqlash uchun. Menda hozir shu narsa yo'q, bularda bor, lekin zato men yaxshiman. Zato men to'g'ri yashayman. Hech kimni pulini olib qo'ymaganman, hech kimni rizqini olib qo'ymaganman, hech kimni aldamaganman. Lutchi meni pulim bo'lmasin, shunaqa yaxshi bo'lib o'tiring. Bularda pul bor, значит, nimasidir nito bo'ladi. Kimnidir aldab ketgan, tushirib ketgan, norozi qilib ketgan. Prosta tak bunaqa yaxshi hayot bo'lishi mumkin emas deb o'zimni tarmazit qilib o'tirganman. O'shanda o'zimga so'z berdim. Birinchidan dedim, hamma narsa qimmat deyishni to'xtataman dedim. Biz nimani ko'rsak, voy pullar oshib ketibdi, buncha qimmat, yo'q, men o'zimga ololmayman, bu men uchun emas,
bu o'g'rilar uchun ili kim bunaqa narxlarni qo'ygan, tomi ketganmi o'sha narxni qo'ygan insonni deb rosa ayollarimiz, men o'zim ham shunaqa bo'lganman, gapirishni yaxshi ko'ramiz. Qarang. Kimdir nimanidir qanaqadir baholadimi, значит, o'sha mahsulotiga o'zi ishonchi bor va o'sha mahsulotini olishga oluvchi ham bor. Uni to'laydigan inson ham bor, sotadigan inson ham bor. Sizni ishingiz buni qabul qilish. Ko'rdingizmi, nimadir qimmat. Og'zingizdan shunaqa chiqib ketadi. Voy, qimmatligini, bu kimlar uchun, bu o'g'rilar uchunmi deysiz? Yo'q. Bu o'ziga ravo ko'rgan insonlar uchun. Qachondir burnini o'zga insonlarning hayotidan olib chiqib o'zinikiga tiqqan insonlar uchun. O'z ustida ishlab kelayotib, ko'nglini tozalab kelayotgan insonlar uchun shu narx. Ko'rdingizmi qimmat narsani? Ayting. Voy, shunaqa narxlar ham bor ekan. Значит, buni oladigan inson ham bor ekan. Qanaqa bo'lar ekan shu narsani sotib olish? Kim ekan u insonlar? Nima his qilar ekan u insonlar? Nima ish qilishim kerak, что men ham shu narsani ko'zimni yumib sotib olish uchun degan savol to'g'ri emasmi? Mana shu savolni berganda tagida nohaqlik degan hissiyot yotmaydi. Bu degani, значит, shu holat ham to'g'ri. Shu narsa shu narxda sotilishi ham to'g'ri. Va shuni oladigan insonlar bor. Qarasangiz, bu dunyoda siz tushingizga ham kirmaydigan narxda bitta kichkina narsani sotib oladigan inson bor. U insonda ham siznikida 24 soat bor, u insonda ham ikkita qo'l, ikkita oyoq bor va siz bilan baravariga bitta havodan nafas olyapti o'sha inson va shu narsani olishga qurbi yetadi. Agar siz o'sha insonni qoralamasdan, kamsitmasdan, uni kovlamasdan, qayerdan kelgan uni puli bormi? Bor. Молодец. Значит, shunaqa hayot bor. Hayot menga shuni ko'rsatdi. Men ham shunaqa bo'lishga tayyor. Sizga rost ekasiga shunaqa narsa kerak bo'lmasa, umuman pul kerak bo'lmasa, пожалуйста, просто voy, mana narxiga qara. Menga kerak emas deb o'tib keting. Va lekin o'zingizga rostigasiga javob bering. Agar pulingiz bo'lsa ham kerak emas bo'larmidi shu narsa yoki pulingiz yo'q bo'lgani uchun kerak emasmi sizga shu narsa? Mana shu yerdan boshlab o'zingizni har kun analiz qilishni boshlang. O'zgalarda nimadir ko'rganda nima o'ylaysiz? Voy, unda bor, menda yo'q. Nimaga? Ili u ololiydi, men hech qachon ola olmayman. Olgani bilan baribir yaxshi inson emas, lutchi men yaxshi inson bo'laman, u narsa bo'lmaydi deb o'zingizni aldaysizmi yoki etasizmi? Mayli. Hozircha mana shu narsaga pulim yo'q. Lekin boshqa narsalarga pulim bor-ku deb bor narsangiz uchun shukrona aytib takrorlashni boshlang. Shu narsam bor, bum bor. Qarabsizki, boy badavlat insonsiz va tan olish kerak, to'g'ri. Hozir shu boshqa odam olgan narsaga pulingiz yetmayapti. Lekin o'zingizga so'z bering. Bu narsa menga kerakmi yoki hech qachon kerak emasmi? Agar ko'nglingizdan, ha, kerak, pulim bo'lganda olardim desangiz, maqsad qo'ying. Birinchi o'sha narsaga pulim kelgandan, shu summa kelganda olaman deb siz hamma yaxshi yashamoqchi, hamma yaxshi yemoqchi, hamma aytadi, voy pulim bo'lganda bilardim o'zim qanaqa yeyishni, qanaqa kiyishni. Siz nima deb o'ylaysiz? Birinchi pulingiz bo'ladi, keyin o'sha narsalarni yeysiz deb o'ylaysizmi? Unaqa bo'lmaydi. Inson o'zini o'rgatishga boshlaydi shu narsani olib. Magazinga kirasiz, cho'ntagingizda 25 ming bor. Siz nimadir olmoqchisiz, masalliq deylik. Yeydigan narsa. O'sha yeydigan narsa 10 ming so'mga turibdi, sifati pastroq. 15 ming so'mga turibdi, 25 ming so'mga turibdi. Qaraysiz. Sifati pastroqni srazu olasiz. Bu sizga sotib olishga oson. Значит, bu yerda siz o'smaysiz. Hamma narsa osonlik bilan bo'lgan joyda o'sish yo'q. Qiynalib, qorningiz og'rib, voy dod, shu narsani olish qiyin, lekin rosa xohlamayman degan joyda ko'zingizni yumasiz u. 25 mingga ikkita narsa olmaysiz o'sha magazinda. Ko'nglingizdan so'rang. O'sha 25 minglik narsani men ham olib ko'rgim bormi? Tatib ko'rgim bormi? Kerakmi menga shu narsa? Instagramda maqtanish uchun emas, o'zim uchun kerakmi? Hayotimni yaxshilash uchun kerakmi? Shunaqa davrlar kelishini xohlaymanmi, чтобы shu masalliqlar odatiy hol bo'lib qolsin hayotimda bo'lishini? Kerakmi menga shu deb savol bering. Kerak. 25 ming so'mga sotib oling.
qorningiz og'riydi, boshingiz og'riydi, magazindan chiqib ketasiz, o'zingizga savol berasiz, san jinnimisan, nimaga oxirgi 25 ming so'mingga shu masalani sotib olding, nima o'zgarardi, ichingga kirib chiqib ketadi, nima qilding? Siz bilasizmi, to'la to'kis hayotga qadam bosdingiz shunaqa qilib. Lekin bu degani siz xolodilnikingiz pustoy turib bitta o'sha 25 minglik masala olib keting degani emas. Inson o'zi anglashi kerak. Xolodilnikingizda bugun ertaga yeyishga narsa bo'lsa, uyingizda svet yonib turgan bo'lsa, qo'lingizda telefon, svязь bo'lsa, значит ahvolingiz u darajada yomon emas va sizni o'sha masalliq yeganingiz uchun hech kim urushib qo'ymaydi. Agar haqiqatan ham to'la to'kis hayot kerak bo'lsa, qilishni boshlaysiz. Agar unaqa hayot kerak bo'lmasa, pожалуйста, o'tib keting. 25 minglik bor, lekin menga bu kerak emas va buni olgan odamlarni ham yomon ko'rmayman. O'shaning uchun men dальше 10 ming so'mlik narsa olaman deb faqat rostgo'y bo'ling o'zingizga. Mana o'shanda siz o'sha o'zingiz xohlagan hayotga qadam bosasiz. Yoki o'rtacha hayot menga bo'ladi. Men puli ko'p odamlarni yomon ham ko'rmayman, qoralamayman, kerak emas menga. Mana shu boriga roziman. Вот это zo'r pozitsiya. Boriga shukr. Roziman, xursandman va boshqalar bilan ishim yo'q. Lekin siz o'zingizga 25 ming so'mlik narsani ravo ko'rmay turib, o'zgalarga yomon kommentariy tashab ketib, ularni yomon ko'rib, ularga qanaqadir maqtanchoq, o'g'ri degan nomlar aytgandan ko'ra, lutchi boring, o'sha 25 ming narsani olib ko'ring. Uyga boradi, davleniya chiqib ketadi, tetramon ichasiz, tushingizga kirib chiqadi, o'sha narsani olganingiz. Vaqt o'tadi, yana magazinga borasiz, yana bir marta oling o'sha 25 ming narsani. 3-marta ham oling, 4-martasida qorningiz ham og'rimaydi, boshingiz ham og'rimaydi. Bu siz uchun odatiy hol bo'ladi va orqaga qadam bosmaysiz. Orqaga borib 10 ming so'mlik boshqa olmaysiz. Ertadan boshlab hayotingizga kutilmagan joyda o'sha raznica 15 ming so'mmidi? 10 ming bilan 25 ming atrofidagi 15 ming so'mlik raznica daromad kirib keladi hayotingizda. Keyin o'sha kelgan daromaddan keyin keyingi narsaga o'tasiz. Keyingi masalliqqa, keyingi magazinga, kiyimdanmi, boshqa narsadanmi. Lekin bu narsaga kelish uchun inson o'zi trenirovka qiladi, o'zi hamma joy qimmat, hamma yomon, moshennik deyishdan to'xtaydi. Puli yo'q deyishdan to'xtaydi. To'g'ri, puli yo'q. Hozircha sizga samolyotga puli yo'qdir. Mashinaga puli yo'qdir. Lekin Wi-Fi, telefon, sutga, nonga pul bormi, svetga bormi? Hatto bu lampochkangizni sanab ko'ring. Uyingizda necha lampochka yonib turibdi? Kamida 16 ta lampochka, 25 ta, kimdadir 100 tagacha boradi. Chunki mana hozir bitta xonada o'tiribman. Sanab ko'rsam bitta xonada 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ta lampochka yonib turibdi bitta xonada. Hozir men borib hamma xonamni hisoblab chiqsam, nechta bo'ladi u lampochka? Sizni ham uyingizda xuddi shunaqa. Так что o'zingizga yana bir bor javob bering. Kerakmi menga to'la to'kis hayot? Yo'qmi? Kerak bo'lmasa, to'la to'kis yashayotgan odamlarni muhokama qilmaysiz. Kerak bo'lsa, siz ham qadam bosishni boshlaysiz. Har kun sekin-sekin plankani ko'tarib, sizga noodatiy, qiyin bo'lgan narsani sekin xarid qilishni boshlaysiz. Qorningiz og'rib, o'rganib ketadi. Shu haqida men bugun gapirmoqchi edim. Вот. Bu pul temasi rosa nozik tema. Вообще bu haqida gapirishmaydi. Kimdir hayotini ko'rsatsa ham yomon, ko'p pul topsa ham yomon, nimadir chiqarib sotsa ham yomon, reklama qilsa ham, voy reklama bo'lib ketdi. Undan ko'ra, молодец. Qanaqa shu darajaga kelgan ekan, что insonlar o'zi bularni topib kelib reklama berib pul beradi. Или qanaqa darajaga kelgan ekan, что bugun shunaqa masalliqlar bilan, retseptlar bilan insonlarga ko'rsatyapti. Insonlar o'ziga hayotiga kirib keladigan mo'jizalarni o'zi to'xtatadi. Ishonmaganidan muhokama qilib, nohaqlik hissiyotini his qilib o'zi to'xtatadi. Bo'ldimi?
bo'ldi. Qisqagina o'sha pul temasi gapirmoqchi edim, chunki bu rosa такой pismiq tema. Hech kim gapirmaydi pul haqida, hech kimga kerak emas, hamma baxtli, hamma yaxshi yashagan, lekin ich-ichidan hamma yaxshi yashayotgan insonlarni yomon ko'radi. Kimdir qabul qiladi, конечно, kimdir o'tirib muhokama qilib xafa bo'lib o'tiradi. Agar rosti kesiga shunaqa yashashni xohlasangiz, sekin-sekin qadam bosishni boshlaysiz. Buncha kuyinasiz. Mani gapirish tonimni aytayotgan bo'lsangiz, men to'g'ri gapiring, переводni to'g'ri qiling deb ana qilaman, emotsiyaga berilib ketaman. Так что qizlar, давайте o'zingizga maqsad qo'ying. Sizga hozir nima kerak? Mana shu hayotingizda nima o'zingizga ravo ko'rgan bo'lardingiz pul bo'lsa? Da, hozircha pul yo'q, lekin qani edi pulim bo'lsa shu narsa olardim degan narsangiz bormi? O'sha narsani maqsad qo'ying. Lekin hozir birdaniga iPhone 16 emas, hali chiqmagan iPhone или uy, mashina emas, kichkina narsadan boshlang. Mana shu kungacha bitta kafega borardingiz, shu kungacha bitta magazinga borib kiyinardingiz, boshqacha narsa yerdingiz, например-da. Nima yeb ko'rishni xohlardingiz, nima kiyib ko'rishni xohlardingiz, qayerga borib ko'rishni xohlardingiz, o'shani maqsad qilib qo'ying va o'sha narsa necha pul turishini biling. Shu pulim bo'lganda albatta borardim deb kelishib oling va shu pul hayotingizga albatta kirib keladi. O'sha paytda pulni aldamasdan borib o'sha narsani o'zingizga обязательно позволять qiling. Keyin hissiyotlaringizni tekshirib ko'ring. Nima bo'ldi? Qo'rqdingizmi? Nimaga unaqa qildim dedingizmi? Qorningiz og'ridimi? Boshingiz og'ridimi? Tushlaringizda kimdir sizni bo'g'ib chiqdimi? Nima bo'ldi? Agar qanaqadir diskomfort sezgan bo'lsangiz, siz to'g'ri yo'ldasiz. Agar o'sha narsani olib hech nima bo'lmadi, odatiy hol desangiz, значит bu davno siz uchun odatiy hol narsa bo'lgan. Kimlardandir, nimalardandir qo'rqib o'zingizga ravo ko'rmagansiz. Значит, уже keyingi qiyinchilikni qo'yasiz oldingizga. Keyingi kattaroq narsani qo'yasiz. Endi nima olgan bo'lardim? Qayerga borgan bo'lardim? Ot qachon qorningiz og'ridi deganda shu yerda o'sish bo'ladi. Lekin yana bitta maslahat, balkim oldin ham aytganman efirlarda, yana bir bor aytib o'taman. Pul temasida yana shunaqa zakonlar bor, albatta rioya qilish kerak. Puldan hech kimni aldamaslik. Kimdir sizga ko'proq berib qo'ydimi? Chestni borib qaytib berishlik. Kimdir sizga kam berdimi? Uyalmasdan pulingizni so'rashlik. Qarzingiz bormi? Hech qanaqa maqsad qo'ymasdan, uni olaman, buni olaman demasdan qarzimni yopaman degan maqsad qo'ying. O'sha pul kelishni boshlaydi, qarzingizni yoping. Kimdir sizga qachondir pul bergan bo'lsa, so'raydi. Keyin siz aytasiz, "Voy, o'lib qoldimi o'sha pulsiz? Uyalmasdan so'rayapti" deysiz. Tan oling qizlar, bor. Ichimizda shunaqa xayollar bor. O'sha inson so'radimi? O'zini pulini so'radi. Sizni pulingizni so'ramadi. Bundan keyin qarz ham olmang, bermang, lekin kimdandir qarzingiz bo'lsa, обязательно qaytib bering. Faqat qarzlarni bergandan keyin, hech kimni pul masalasida aldamagandan keyin, hech kimdan borib uni qo'lidagi hunarini bepul menga ham qilib ber, bepul podarka qil demasdan pul to'lab olganingiz ancha yaxshi. Chunki ertaga siz ham oldi sotdi ishlar qilasizmi? Или hayotingizda kerakli paytlarda kimdir ham sizni kelib выручать qilib pul berib xizmatingizni sotib oladi. Bu очень juda nozik tema va buni har kun inson o'zini tarbiyalab kattayish kerak. Bilasizmi, kim pul bilan seryozni qaramaydi? Bu yosh bolalar. Yo'qotib qo'yganda ham nima bo'ldi? Kimdir olib qo'yganda ham nima bo'ldi? Kimdandir nimandir olib bermasam ham voy nima bo'ladi deyish mumkin. Lekin sizlar уже давно yosh bola emassizlar. Kattalarcha pul topishni xohlasangiz, kattalarcha pul bilan harakat to'g'ri oldi berdi qiling. Oldingizmi? Bering, aldamasdan. Plashatkaga keldingizmi? Yozib qo'yibdimi 3 yoshgacha bepul deb. 4 yoshli bolangizni 3 yosh deb etmang. Ertaga shu pulingiz boshqa joydan chiqib ketadi. Agar pulingiz bo'lsa,
to'lab oling o'sha plashatkaga 70 mingni. Da, zira o'shani qildim, aldab kirib borsam bo'lardi-yu. O'sha 70 ming bilan boy bo'lib qolmaysiz. Ertaga kutilmagan joydan og'riqli bo'lib chiqib ketadi o'sha 70 ming. Undan ko'ra to'lab oling va ketidan etib qo'ying. Xudoga shukr, o'sha pulim bor, to'lab oldim. Bo'lmaganda nima bo'lardi? Va sizga qanaqadir u yerdan to'lov, bu yerdan to'lov kelganda pulingiz bor, to'lashingiz kerak, lekin yig'layapsiz. Voy, dod to'lab olishim kerak. Bor-ku, to'lab oling, rahmat deng. Bo'lmaganda aytardingiz, ey xudo, pulim bo'lganda edi, o'sha shortni to'lab olardim derdingiz. Bor bo'lsa, rahmat, shukronalar keltirib to'lab oling. Shunaqa отношение bo'lganda pul bilan kattalarcha отношение qilganingizda sizga pul ham kattalarcha kirib keladi hayotingizga. Sevgi masalasida hamma maslahatingiz kerak edi. Yo, to'xtang, hali vaqti bor u temaga. Men yaxshilab o'zim o'rganib olay, keyin aytaman. Men faqat o'zimda ishlatib, natija ko'rgan narsam bilan bo'lishaman. Mana bu yerda savol kelgan, o'qishga pul kerak bo'lsa nima qilishim kerak deb. Вот o'sha ham maqsad, понимаете? Mana shu yerda o'qimoqchiman. Mana shu kursga, mana shu institutga qanchadir summa kerak. Shu summa kirib kelsin. Men shu narsani olib borib to'lab o'qiyman desangiz kirib keladi. Bunaqa paytlarda yordam so'rashingiz mumkin. Yaqinlaringizdan shunaqa shart bilan shu точно qaytib berasiz. Rafaello ololmay ta'mini bilmoqchi edim. Mana qarang, katta narsa ham kerak emas baxtli bo'lish uchun. Ertaga albatta boring. Agar hozir katta korobkani olish qiyin bo'lsa, Rafaellani 3 dona turgani ham sotiladi. Bitta donalab ham sotiladi. O'shani olib yeb ko'ring. Keyin razmerini kattaroq korobka olib ko'ring. Undan ham kattasini olib ko'ring. Qarabsizki, odatiy hol bo'lib qoladi. Sekin-sekin o'sishni boshlaysiz. Ko'rdingizmi, qizlar? Baxt sari qadam bosish uchun katta narsadan boshlash shart emas. Mayda qadamlar bizni katta natijaga olib keladi. Mayli, men qisqa efir qilaman degandim, cho'zilib ketdi. Hammaga rahmat. Yana bir bor eshitib